Ko'pchilikning talabiga binoan bugun sizlar bilan mana shu uzumli sovunni tayyorlashni o'rganamiz. Juda ham chiroyli va zo'r chiqadi. Bizga nima kerak bo'ladi? Shaffof osnova kerak bo'ladi. Sovun asosi yaxshilab to'g'rab, maydalab, idishga solib, mikrovolnovkada mana shunaqa eritib olamiz. Keyin qolip olamiz. Malina qolip yoki oddiy dumaloq qolip olsangiz ham bo'ladi. Unga rang, hid va yog' solib, yaxshilab aralashtirib, idishga solib, mana shunaqa iplarni qo'yib chiqamiz. Yana serdichka qolip olamiz. Unga ham xuddi shunaqa asosi eritib, ichiga rang, hid, yog' solib, formani teshib, unga ham sop chiqib qotiramiz. Yana tekis idish olib, yashil rangli asos qilib qo'yib olamiz va shunaqa forma beramiz. Hammasi qotgandan keyin olib, malinani ustidan o'tkazib chiqamiz. Yurakchali qoliplarni ham ichidan olib, ularni tekislab, endi chiroyli qilib boylaymiz. Boshini shunaqa ustma-ust qo'yib olamiz va hammasini bitta qilib boylab, uzum shaklida qilib, mana shunaqa chiroyli qilib tayyorlab olamiz va bemalol shunaqa qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. To'liq retseptni grammlari bilan olish uchun kommentariyaga plus belgisini qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yana ham ko'p retseptlar olish uchun menga obuna bo'lishni unutmanglar.